Assalomu alaykum hurmatli TV a'zolari va Usta Tohir YouTube kanali a'zolari. Nasib bo'lsa 24-aprel 2025-yil bugungi sanamiz. Darvozaxonaga ham o'tib oldik. Hozir ishga turib urush jarayonlari bo'lyapti. Shunday quyosh issiq bo'lishiga qaramasdan maza qilib ishlayapmiz. Lekin havo juda ham yaxshi. Darvozalarni yechib qo'ydik, o'sha rastvor tegmasligi uchun. Mana bu qismimiz ham bo'ladi. Hop shu 400 kvadrat hamma joy. Xonalarning ichi, ko'chalar, hamma joy 400 kvadrat. Mana qismlari bo'ldi mana. Firablar keldi mana bu tomonlarimiz. 300 mingdan qilib beryapmiz, ob'yom katta bo'lgani uchun. Jilkalar tashlangan, atveska hammasi. Al chornavoy bu chistovoy mayda ilaydan ilab qilinadi yana ustki qismi. Xom g'ishti kichkinasi terilgan bu yerga. Mana bu qismimiz bo'ldi. Chornavoy bo'ldi. Pravilar chiqarib qo'yganmiz hamma joyda, xonalar ichi ham. Keyin mayda ilaydan ilab o'sha burchalarga bitor berdi. Mayda ilakdan ilab ustini o'sha melki bilan o'tib to'g'irlab chiqamiz. Hozir grubroq qilingan bu. Ham zabardast bo'ladi. Sement yaxshi qo'shganmiz. Tuproq deyarli qo'shilmagan. Maqsimiz to'liq bo'ldi. Ish ramkalarimiz zakaz berilgan akva bo'ladi 5 ta hammasi. Quriladi o'z nasib bo'lsa getirib. Mana qismlarimizdan chornavoy bo'lgan hozir hammasi. Tandirxona qismimiz. Hozir ish jarayonida biza urilyapti bu yerlar. Nasib bo'lsa bitgandan keyin ham o'sha melki bilan o'tib, bitta zatirka qilib, silliqlab, keyin chotka qilib ko'rsatamiz. Atkoslarni olib, eshik derazalar qurilgandan keyin jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz, kuzatib boringlar. Hunaman TV va Usta Tohir YouTube kanallariga video chiqadi. Kuzatib boringlar, nasib bo'lsa hammasini ko'rsatib boramiz. Hamma topgaga Alloh baraka bersin, charchamanglar, sog' salomat bo'linglar. Atveska tashlangan jilkalar hammasi. Pravilar 2 metrlikka ideal chiqqan yuza qismi. Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Tinchlik mahallasida qilib beramiz shu zakasni. Patkul cholingan ishga turga, mana bu yerda stashka bo'ladi, hamma joy 170 kvadratga yaqin, stashkasi 400 kvadrat ishga turga. Keyin pol, patolog, aboylaricha kakpolojini qilib beramiz. Ikkita mehmonxona ham bor. Kuzatib boringlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, charchamanglar. Instagramga o'tib qo'yinglar. Hunaman TV sizda chiqadi, obuna bo'lib qo'ying.